Niye bomba ekan? Buni bizda boshqa tumanliklar, ya'ni boshqa viloyatliklar ham ko'rishibdi-da. O'shaning uchun narx qo'yalib, bitta kishi olib, maza qilib minsin. Eng qizig'i baroq aytgani, tepasini 3 to'rni o'lchab o'qib qo'yganlar. Nechiga bu? 340'a tepesi 220 falan. Tonnasi 3 tonnagacha olaverasiz-a? 3 tonna 3,5 tonnagacha bermaydi. Kamida. Olovlar yaxshi, gaz o'rnatib qo'yilgan. Yurgani qancha olib buni? 452 ming. Ichini bitta ko'rsatib o'ring. 452 ming yurgan. Sostoyaniyasi o'ta yaxshi holatda bo'lagan ekan mana. Ko'rsani bo'ladi. Ishga tayyor. O'lib, nima yukingni bo'lsa to'shsani bo'ldi ekan. Buni endi naqdga olib qanchaga berib yuboray? Bo'lishi narxini Naqdga 13700 ga qo'yaylik. Bozorda qo'yaylik, yo'q 15000 tutgandingiz a o'zi. 15000 tutgandilar. 15 tamam bozorda. Hop 13700 ga qo'yaman, bizning omizda olib ketishaveradi. Bo'ldi. Oxirgi narxi. Motorlar mo'po yamaydi, boshqa hech qanaqa ishi yo'q. 94lik 055 04 00 ga aloqa chiqib bog'lanasizlar. Bir 10 ming puli borlar ham bir aloqa chiqsinmi? Faqat naqdga sotar ekanlar, naqdga. Pul zarur, strashniy holati shuni hisobiga sotilibdi mana.